hammamiz misol qilib keltiradigan Abdurrahman ibn Avf. Abdurrahman ibn Avf Madinaga kelgan vaqtida ustidagi kiyimidan boshqa hech narsasi yo'q edi. Payg'ambar alayhisolatu vassalom Abdurrahman ibn Avfni ansorlar bilan aka-uka tutuntirdi. Ansoriy Abdurrahman ibn Avfga aytdiki, mana bu dunyoyim, yarmini oling. Ana ikkita xotinim, bittasini tanlang, men talog'ini beraman, iddasi chiqqandan keyin uylanib oling dedi. Qarang, shu darajada saxiylik, shu darajada ansorlarniki ansor bo'lishlikka borgan holati, hatto ayollarining bittasini tanlab oldi deb o'zining haramigacha nima qildi? Birodariga yo'l ochib berdi. Abdurrahman ibn Avf oliy himmat. Bugungi kunda bo'lganimizda vallohu alam uni ham olardik va boshqa ish ham qilardik, lekin Abdurrahman ibn Avf oliy himmat, g'ururli inson edi. Barakallohu laka fi malika va ahlik. Alloh taolo molingizga ham, ahlingizga ham barakot bersin. Nima dedi? Dalluni ala suq. Bozorni ko'rsatib qo'ying. Men bozorga boraman dedi. Bozorga borib oldi sotdi ishi bilan aylanisha boshladi. Oldi sotdi ishida ozgina vaqt o'tishligi bilan Abdurrahman ibn Avfda Payg'ambar alayhisolatu vassalom bir kuni xushbo'y hidni sezdida, "Ey Abdurrahman, nima bo'ldi?" dedi. Abdurrahman ibn Avf aytdi, "Uylandim ya Rasululloh" dedi. "Mahrga nima berding?" dedi. "Xurmoning urug'ichalik tilla berdim" dedi. Shunda Payg'ambar alayhisolatu vassalom Abdurrahman ibn Avfning dunyosiga baraka so'rab Alloh taologa duo qildi. Abdurrahman ibn Avf o'sha duodan keyin hatto tuproqni sotsam ham nima qilaverdim dedi, foyda ko'raverdim dedi. Abdurrahman ibn Avf vafot etgan vaqtlarida uning meros bo'linganda odamlar har narsani gram-gramgacha bo'lishadi. Ammo Abdurrahman ibn Avfniki dunyosiga Alloh taolo shunday baraka bergan ediki, sahobalar boltalar bilan oltinlarni bo'lishgan edi. Ya'ni bolta bilan urganda 1 kilo to'g'ri o'tmaydi. Bu yoqqa hisobdan ortiq o'tib ketsa ham merosxo'rlari bunga rozi bo'lib ketadigan darajada ko'p dunyosi bor edi. Bu kishi dunyoni bosib qo'yib o'tiravermadi. Mana haqiqiy Alloh taolo bilan musobaqa o'ynagan, dunyoni Alloh taolo berishda, bu esa infoq qilishda musobaqa o'ynagan sahobalardan biri desak adashmaymiz. Abdurrahman ibn Avfning bir kuni tuyalari Madinaga kirib keldi. Tuyalarning yurishidan Madina larzaga keldi. Oysha onamiz nima bu deganda, Abdurrahman ibn Avfning tuyalari kiribdi, karvoni keldi deganda, Abdurrahman qiyomatda bularni hisob-kitobini qanday berar ekan degan gaplari Abdurrahman ibn Avfning nimasiga qulog'iga yetib bordi. Abdurrahman ibn Avf shu onda kelib turib Oysha onamizga, "Onajon, sizning guvohligingizda shu karvon ustidagi yuki bilan Allohning yo'lida sadaqa deb turib Madina musulmonlariga ehson qilib yubordi." Bunaqa ehsonlari-yu, bunaqa qilingan ishlari juda ko'p. Biz ba'zisini sanab o'tamiz. Abdurrahman ibn Avfning bu darajaga yetishligiga Payg'ambar alayhisolatu vassalomning nimasi, duosi sababda deydigan bo'lsangiz, uning savdo sotiqdagi halolligi, barakasi ham sabab bo'ladi va ehsonlari ham sabab bo'ladi. Shu mavzu Payg'ambar alayhisolatu vassalomning hajjatul vada, xayrlashuv hajida 100 ta tuya so'yganligi, Payg'ambar alayhisolatu vassalom janoza o'qilayotgan vaqtda boshida puli yo'q vaqtlarida buning qarzini, mayyitning qarzini kim to'laydi deb so'rardi. Keyin dunyosi ko'paygandan keyin mayyitning qarzini o'zi to'lashliklarini bo'yniga olganliklari bu sahobai ikromlar va kimlar? Payg'ambar alayhisolatu vassalom va uning atrofidagilar pul va mablag'i bo'lganligiga ishora bo'ladi. Inshaalloh
keyingi silsilalarimizda buni davom ettirib boramiz.